Voy bu o'g'lim, oyog'ingni tishi bormi? Men senga har oy yangi oyoq kiyim qattiq beruraman. Adasi, qizimizni ham bog'cha pulini to'lashimiz kerak. Bog'cha opasi har safar meni ko'rganlarida pul so'rab yotibdilar. Men xijolat bo'lib ketyapman, adajonisi. Jonga tegdi hammasi. Hech bu uyda rasxod tugamas ekanda. Bo'pti. Men tinchgina chiqib, kiramni qila qoling. Yonda pulim ham kam ekan. Gazlar ham yo'q bu. Amallab shu pulga benzin qo'yaman-da, tirikchilik qilib kela qolaman. Xullas shunaqa gaplar aka. Shu yerda to'xtatib oling keldi. Xo'p bo'ladi. Zakat yop turing. Nech pul bo'pti aka? Xo'p. Sizda 16500 so'm bo'pti aka. Mana 20 ming. Qaytimi kerak emas. Men roziman. Rahmat aka. Politsiyaga chaqirishdimi? Bu bitta kasal chiqsa kerak-da. Ukajonim, Yandexmidi? Kutib qolmadingizmi? Yo'q. Mashina tezroq olib borib bering, lakassasi belgilangan. Iltimos. Hop bo'ladi. Beravering. Alo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dastavkani oldingizmi? Oldim aka. Oldimda turibdi. Pechkangiz yoquvmi? Ha aka, kun sovug'i yoqib bo'ladi-da. Aka, iloji bo'lsa shu dastavkani pechkani o'chirib olib bering, iltimos. Bo'ldi, hop. Odamlarga hayronsan. Kun sovug'i pechkan o'chirib olib kelmaydi. Pulni beryapti, menga nima? Aka, assalomu alaykum. Yetib keldim, narsangizni olib keldim. Aka, iloji bo'lsa olib kirib bera olasizmi? Bo'ldi. Xo'p aka, eshikni ochorsiz olib kirib beraman. Xo'p. Voy bu boylagan mazza-da. Dastavkasini uygacha olib keltiradi. Menga nima, pulim olmayman-ku. Aka, olib keldim, olasizmi? Aka, ichkarigacha kiravering. Xo'p. Aka, kiravering, ichkaridami? Aka, dastavkangizni olib keldim. Uzr aka, sizni ham ovora qildim. O'g'limni tashlab tepasidan keta olmayman. Rahmat aka sizga. Xondim, o'z vaqtida yetkazib olib berganingizga. Har kuni bitta vaqtda o'g'limga qon quymasa, uni saqlab qola olmaymiz. Yo'lkira haqqi nech pul bo'pti? 34 ming bo'pti. Aka sizdan. Mana 50 ming. Men roziman. Rozi bo'ling. O'g'lingizga shifo bersin. Rahmat. Ukajonim, ukam, bir minut shoshmay turing. Labbi aka. O'g'lim siz bilan bir minut gaplashmoqchi ekan. Yo'q demasangiz, chiqing iltimos. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi aka. Mayli o'g'lim, akangni ham ishdan qo'yma. Akangni o'zim kuzataveraman. Yura qoling aka. Aka, o'g'lim 10 yildan beri shu holatda. Har daqiqada tepasida odam bo'lmasa bo'lmaydi. Shuncha uydaman. Bilasizmi? Bugun 10 yil deganda ayolimni zo'rlab, majburlab qarindoshlarni to'yiga jo'natdim. Ishonasizmi? 30 yoshli ayolim 60 yoshli kampirlarga o'xshab qolgan. Bechara ayolim 10 yildan beri o'g'limni tepasida o'tiradi. Aka, bekorga ichmagan ekan. Kasal emas, kasalga qaragan kasaldim. To'g'ri aytasiz aka. Mayli. Sizni ham boshingiz og'rib bordim-a, dardimni gapirib. Yo'q aka, unaqa emas. Mayli, men bora qolay. Ozgina ishlashim kerak edi. O'g'lingizga Alloh shifo bersin. Mayli aka. Boylik faqatgina yashash uchun berilar ekan. Baxtli bo'lish uchun emas. Assalomu alaykum.
Adajon! Ey Allohim, bilib bilmay noshukrlik qilganim uchun o'zing kechir. Allohim, o'zing kechir. Farzandlarim 4 bunchasini sog' qilib qo'yganing uchun o'zingga shukr, Allohim, o'zingga shukr.